Okay. Adashmasam savol yo'q shekilli hech kimda. Bir necha savol yozishmadi. O'tib turamiz. O'tgan darsdagi birinchi worksheetda javoblarni tashlab qo'ydim. Siz vaqtingizga qarab, bemalol tekshirib, qaytadan analiz qilib, nimaga javoblar bo'lganligini yaxshi tushunib olishga harakat qiling. O'shanga men javoblarni o'zim tashlab qo'ydim. Video aytib bermasdan tayyor tashlab qo'ydim. Tekshirib, analiz qilib, solishtirib olasizlar o'zingiz javobingizga. Shu orqali tushunmagan joylar bo'lsa, yana ham so'rashingiz mumkin keyin darsda. Masalan, ba'zi javoblar nimagaligini tushunmasangiz. Bo'lsa, darsimizni boshladik. Normal nimadir yozyaptilar, lekin aytib beraman. Tushunarli. Okay, I'll take that into account. Okay. Bo'lmasa, normal tavsiyasi to'g'ri bo'ldi. Bugungi darsimizdan boshlab aniqrog'i javoblarni olib tashladim. Worksheetdan. Iloji bo'lsa, kitobdagi worksheetda ham kitobdagi masalalarning javoblarini olib tashlab yuborishim kerak edi aslida. Shuni qilmaman. Agar chiqartirib olmagan bo'lsangiz, kitobni bugun men boshqatdan javoblarni tashalgan versiyasini tashlab qo'yaman. Shuni chiqartirib oling, chiqartirib olmoqchi bo'lsangiz. Lekin iloji boricha chiqartirib oling kitobni. Bo'lmasa, o'rgangan narsalarimiz tartibli bir joyda saqlanmaydi. Har xil daftarlarga yozib, to'plab yurishni tavsiya qilaman. Okay, hop, bo'lmasa boshladik. Bugungi darsimizda grammatika haqida gaplashishni davom etamiz. O'tgan darsimizda present simple va present continuous farqlari haqida gaplashdik. Bu narsani 2 marta o'tib berdim. Bu dars bilan 2 marta bo'ldi. Shuning uchun savollar yo'q, tushunmagan joylar yo'q deb taxmin qilaman-da, davom etamiz. O'tgan dars haqida qisqacha eslatib o'tirish qilmaman deb, ikkinchi unitga to'g'ri kirib ketamiz. Bugun gaplashadigan mavzuimiz past simple and past continuous used to, ya'ni past simple used to haqida ham gaplashamiz. Okay? So ingliz tili zamonlarini o'rganganimizda tushunchalarni to'g'ri rivojlantirish, tasavvurni to'g'ri rivojlantirish muhim. Bu degani nima degani? O'zbek tilida biz gaplashganimizda odatda faqatgina 3 ta zamon haqida gaplashamiz. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Lekin ingliz tilida har bitta shu zamonlar bir nechta zamonlarga bo'lib yuboriladi. Bu degani o'zbek tilida bu zamonlar yo'q degani emas. Biz o'zbek tilida faqat bularni alohida zamonlarga bo'lmasdan o'rganamiz. Lekin aslida hammasini ishlatamiz. Ingliz tilida zamonlarni o'rgangan paytimizda shu o'zbek tilida gapirganimizda ishlatadigan zamonlarimiz sal tartibliroq o'rganamiz, xolos. Bor-yo'q shu narsadan iborat. Ya'ni ba'zi holatlarda ba'zi zamon, qolgan holatlarda boshqa zamon o'rganamiz. O'zbek tilida shu narsani farqni ajratmasdan umumiy ishlatamiz. Shu narsadan iborat. Safar o'sha hozirgi zamondagi odatda biz ishlatadigan ikkita zamonni ko'rib chiqdik. Present simple va present continuous qachon qaysi birini ishlatilishini orasida juda ham katta farqlar bor edi. Bu narsalarni men umid qilaman yaxshi tushunib oldingiz. Shunaqangi o'rganingki, bitta darsdan ikkinchi darsga o'tganimizda birinchi dars haqida sizda umuman savol qolmasa, o'shanda ikkinchi darsni ham yaxshi tushunasiz. Agar birinchi darsdan savol qolgan bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, ikkinchi darsda o'sha kamchilik bo'lishni boshlaydi. Bu kamchilik 10-darsga masalan, 20-darsga bo'lganda juda katta bo'lib ketadi. Kursimizning maqsadi hosil bo'lmaydi shu orqali. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman, savol bo'lsa o'rnida qanchalik kichkina narsa tema bo'yicha savol bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Haqqingiz bor so'rashga, men tushuntirib berishga majburman. So'rang, mendan kamchilikni qoldirmang. Okay? Shunaqa kelishib oldi deb o'ylayman. Okay, so boshladik. Unit 2. Past simple versus past continuous. Bundan tashqari biz used to haqida gaplashamiz. Okay. Birinchi past simple dan boshlaymiz. Past simple tense. O'tgan
oddiy zamoniy present simple ko'rib o'tgan darsda o'shani o'tgan zamon formasi bu. Hop, kitobimizga qaytib borib, kitobimizga murojaat qilamiz. O'tgan zamonda past simple yasalishi haqida qisqacha gapirib olamiz. Yasalishi bu present simpledagi zamonlarni yasalishga o'xshab ketadi. Faqatgina ba'zi o'zgarishlar bo'ladi bizda. Endi bizda subjectdan keyin keladigan fe'limizni ikkinchi shaklini, fe'llarning uchta shaklini haqida gaplashamiz. Bu fe'l infinitive shakli, past simple shakli va past participle shakli. Past participle shakli bu perfect zamonda ishlatiladi. Masalan, go, went, gone bo'lsa, go bu to go infinitive shakli bo'lsa, went bu past simple shakli bo'lsa, gone bu past participle shakli. Shu shakllardan biz faqatgina endi hozir past simple formasini olamiz. Bu narsani fe'llarning ro'yxatini sizlarga tayyorlab qo'ydim. Ro'yxat kitobimizda ham bor. Lekin bugun vazifa qilib beraman bu narsani. Ya'ni mana uchta fe'l formasi bo'ladigan bo'lsa, bare infinitive be, past simple formasi mana was were yoki beat irregular verb deyiladi yoki become became. Mana shu holatdagi fe'llarni ishlatamiz. Endi bundan avval bitta qisqacha narsa tushunib olaman. Bizda subject plus verb ed yoki past simple form if the verb is irregular. If the verb is regular. Nima demoqchiligimni tushuntirib ketaman. Endi shu holatda biz gaplar yasalishini haqida gaplashganimizda, ya'ni statementni, ya'ni dara gapi yasalish haqida gaplashganimizda bila olamiz endi. Fe'llarni ikkitaga bo'lib olamiz. Fe'llarni regular verbs, irregular verbs ga bo'lib olamiz. Regular verbs va irregular verbs orasidagi bitta farq. Regular verbs o'tgan zamonni yasaganimizda, ya'ni past simple yoki past perfect yoki past participle formasini yasaganimizda fe'limizga d yoki ed qo'shimchalarini qo'shib qo'yish yetarli. Mana masalan bizga regular verblarga misol bo'ladi. Work fe'li. Okay? Work bu bare infinitive formasi, uni past simple dagi formasi worked, past participle formasi ham worked. Okay? Shundan iborat. Masalan play. Past simple formasi played, past participle formasi ham played. Bor yo'g'i bo'layotgan o'zgarish fe'limizga edni qo'shib qo'yamiz. Okay? Past simple formasida ham, past participle formasida ham bir xil holatda ishlatiladi bularni. Shu asosiy bir infinitive holatdagi fe'lga d yoki ed qo'shimchalarini qo'shish bilan yasaladi. Bularni biz regular verbs deb ataymiz. Okay? Endi ba'zi fe'llarimiz bor, biz ularni irregular verbs deb ataymiz. Irregular deyilishining sababi ular doimiy ravishda bir xil formada bo'lmaydi. Birinchi formasi bare infinitivedan past simple formasi va past participle formalari katta o'zgarish bo'lib ketadi. Shu tufayli ham ularni mikrofon o'chib qoldi. Mikrofonlarni talabalarning mikrofonlarini ochib qo'yish so'rayaptilar. Hop. Bo'ldi, lekin har xil shovqinlar ketib qolishi mumkin. Keling, yaxshisi buni qilamiz. Har bitta kichik temani tushuntirganimdan keyin savollar uchun imkoniyat beraman. Savollarni so'rab, bemalol javob olishingiz mumkin bo'ladi. Okay? Masalan, hozir past simple zamonni hammasini tugatganimizdan keyin savollaringizni yozib bering, iloji bo'lsa. Mana mashq qismini tugatganimizdan keyin savollar uchun vaqt beraman. Hamma savollarni yozasizlar yoki audio qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Hammasiga javob beraman. Okay? Hozir agar talabalar mikrofonni ochib qo'yadigan bo'lsam, darsimiz bo'linib ketishi mumkin. Okay? So, irregular verbs hozir aytdim, formasi o'zgarib ketadi. Masalan, eng oddiysi biz o'zimiz bilgan be, to be fe'li. O'tgan zamon formasi buni birinchi hozirgi zamon formasi am, is, are bo'lsa, o'tgan zamon formasi was, were va past participle formasi being. Okay? O'zgaradi. Yoki hozir misol ishlatgan go fe'lim,
o'tgan zamonda went, past participleda gone o'zgaradi. Bularni biz irregular verbs deb ataymiz. Hop, formulamizga qaytadigan bo'lsak, regular verbs uchun ed ni qo'shish kifoya. Ya'ni darsimiz oxirida o'tgan dars kabi qaysi holatda d ni, qaysi holatda ed qo'shimchalarini qo'shishni yozib olaman. Tablitsa qilib tashlab qo'yaman, yodlab olasizlar bu narsani. Xuddi o'tgan darsda s, es qo'shish, ing qo'shish qoidalarini tashlagan kabi yodlab olasizlar. Bundan tashqari yana vazifa bo'lib qoladi. Regular verbs ro'yxatini tashlab qo'yaman. Buni ham yodlasizlar. Men harakat qilaman. Support teacher bilan bitta support teacher sizlar bilan shug'ullanib so'rab chiqadi bularni ertaga. Okay? So, statement formasini yasash tushundingiz masalan, adashmasam. Present simple ni ba'ziga o'zgartirib ko'ramiz. I usually play soccer at the weekends. Bu present simple dagi gapimiz edi, ya'ni tarjimasi. Men odatda hafta oxirida, ya'ni yakshanba kunlari futbol o'ynayman. Buni biz past simple ga o'zgartiradigan bo'lsak, gapimizda quyidagi o'zgarish sodir bo'ladi. I play regular verb bo'lganligi uchun edni qo'shamiz. Soccer. Endi at weekends o'rniga last weekend qo'shib qo'yamiz. Bu narsani hozir qisqacha to'xtalamiz. Qachon ishlatish kerak? O'tgan hafta men futbol o'ynadim. O'tgan zamondagi harakat o'zgardi bu narsa. Hop, tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi ikkinchisi so'roq yasash formasi, savol yasash formasi, ya'ni question forms. Sizda bo'lsa simple zamonlarni yordamchi fe'lda, ya'ni auxiliary verb do deb ataganidek, past simple zamonni so'roq va inkor formalarini yasash uchun shu xuddi do fe'lini o'zidan foydalanamiz, faqat uni past simple formasi, ya'ni did dan foydalanamiz. Ya'ni so'roq yasamoqchi bo'lsam, mana shu gapimizdan. Did I play soccer last weekend? O'zgaradi. Gapimiz ikkita o'zgarish bo'ldi. Birinchisi did qo'shilganligi, ikkinchidan play fe'lini play fe'liga o'zgarib qolganligi, ya'ni it uchun qo'shimchasini tushib qolayotganligi bu ikkinchi o'zgarish bo'ldi gapimizda. Okay? Did I play soccer last weekend? O'tgan hafta soccer o'ynadimmi? Bu inkor formasi yana did bilan yasaladi. Xuddi present simple da do not yoki does not ishlatganimiz kabi, bunda ham I did not, buni didn't deb qisqartirsangiz bo'ladi. Play yana o'zini holiga qaytadi. Ed yana tushib qolyapti. Bunda did not play soccer last weekend. All right, so darsimizda qatnashayotgan bolalarning aksariyat talabalar umuman olganda beginner bo'lmaganligi uchun bu narsalarga ko'p vaqt sarflamasdan o'tib ketamiz. Bizga muhimroq qismi buni foydalanish holatlari qismi. Keling shu haqida ko'proq gapiramiz sizlar bilan. Hop, kitobimizda kelgan 4 ta holatda past simple ishlatamiz. Aniqrog'i 4 ta holatdagi vaziyatni yoki fikringizni ifodalamoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida past simple dan foydalangan holatda gap tutasiz. Okay? Birinchi holatimiz bu completed actions. Ya'ni o'tgan zamonda tugatib bo'lingan ish harakati, sodir bo'lib bo'lgan ish harakati haqida gapirganimizda past simple ishlatamiz. Mana masalan, sizga misol beryapti. I saw the new James Bond film yesterday. Kecha yangi chiqqan James Bond kinosini ko'rdim. Kecha ko'rishni boshlab tugatgansiz ham. Ko'rib bo'lgansiz kinoni kechagina. Alright? Lekin hozirgina misol berdim. I played soccer last weekend. O'tgan hafta boshladim, tugatib ham bo'lgansiz futbol o'ynashni. Xuddi shunaqangi ish harakatlarni gapirganingizda past simple zamondan foydalanamiz. Endi iloji bo'lsa mana shu joyda unda past perfect qachon ishlatiladi, turib o'tilmagan mavzular haqida savol so'ramay turasiz. Bu narsa haqida o'rni kelganda gapirishamiz va o'sha paytda masalan past simple bilan past perfect farqi qanaqaligini tushuntirib beraman. Hozir bilishingiz kerak bo'lgan narsa bor yo'q. Birinchi qoidamiz o'tgan zamonda boshlanib va o'tgan zamonda tugab ham bo'lgan ish harakatlar haqida. Bu narsani ingliz tilida completed actions deb tarjima qilamiz. Haqida gapirmoqchi bo'lsak, shunaqangi vaziyatlar haqida yoki harakatlar haqida gapirmoqchi bo'lsak, past simple'dan foydalanamiz. Okay? Bu holatda bizda ishlatilgan ravishda olganda
simple hammasida ishlatiladigan ravishlar umuman olganda. Yesterday, kecha, last week, last summer, last year, o'tgan hafta, o'tgan yoz, o'tgan yili, in January o'tib ketganligini hisobga olgan holatda aytamiz. O'tgan yanvarda o'tib ketgan hisoblangan yanvarda, in 2001 o'tishdaligini hisobga olyapmiz. An hour ago, a week ago, a year ago, bir soat oldin, bir minut oldin bo'lsa ham даже. O'tgan hafta anaviroq past simple tushadi. Birinchi qoida tushunarli bo'ldi bo'laman. Ya'ni o'tgan zamonda boshlanib tugagan ish harakatlar. Saw berilyapti. See, saw, seen, irregular verb uchun I saw deb turib, seni past simple formasida olingan. Hop, ikkinchi qoidamiz. Repeated actions in the past. O'tgan zamonda qayta sodir bo'lgan ish harakatlar. Buni shunaqangi tasavvur qilingki, present simple birinchi qoidasi sizda bo'lsa, odatga kirib qolgan, odatda qayta takroriy bajariladigan ish harakatlar uchun present simple ishlatardik. Faqat bu present simple ishlatadigan holatimizdagi odatlar hozirgi zamondagi odatlaringiz edi. Masalan, hozirda har hafta nima qilishingiz, hozirda har kuni nima qilishingizga present simple ishlatardik. Endi xuddi shu narsani, xuddi shu takroriy bajarilgan ish harakatda o'tmish holatini gapirmoqchi bo'lsangiz, masalan, yoshligingizda qayta nima qilgansiz, masalan, yoshligingizda har hafta nima qilgansiz yoki masalan 18 yoki 10 yoshligingizda har hafta nima qilgansiz yoki masalan Turkiyaga borganingizda har hafta nima qilgansiz kabi o'tmishdagi odatlar, o'tmishdagi takroriy bajarilgan harakatlar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, endi bunda ham past simple dan foydalangan holatda gap tuzamiz. Mana sizlarga misol berilgan. I went to the theater 4 times last month. O'tgan hafta, o'tgan oyda teatrga 4 marta bordim. Yoki mana masalan, when I was a child, I didn't go to school at weekends masalan. Hafta oxirlarida maktabga bormadim. Har hafta oxirida maktabga bormagansiz. Umuman takroriy bo'lmayotgan ish harakat bu narsa. Bu ham past simple qoidasiga tushadi yoki masalan, when I was living in the USA, I visited my neighbors 4 times a week. Masalan, Amerikada yashayotganimda qo'shnilarimni uyiga 4 marta chiqib turardim haftasiga. Xuddi shu holatlarda use to ni ham ishlatamiz. Hozir use to haqida gaplashganimizga aytib beramiz. Qoidasiga. Hozircha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uchinchisi bu general truth about the past. Ya'ni o'tmishdagi sizda bo'lsa, hozirgi general truthlar haqida gapirganimizda present simple ishlatar edik. Bunga har xil misollar berdik, masalan, odatda shifokorlarning ish qiyinligi, o'quvchilardan karakesh talab qilinishi, quyosh sharqdan chiqib g'arbga botishi va hokazolar. Endi quyosh sharqdan chiqib g'arbga botishi bu all time truth hisoblanadi, lekin masalan zamonni o'ziga bog'liq bo'lgan haqiqatlar bo'ladi. Mana masalan misolimizni berishyapti. 50 years ago people didn't spend as much on entertainment as they do today. Ya'ni 50 yil oldin odamlar hozirgi vaqtchalik ko'ngil ochishga, dam olishga ko'p pul sarflashmagan. Demoqchi, ya'ni 50 yildagi standart holat haqida gapirilyapti, 50 yildagi general truth haqida gapirilyapti. Yoki masalan aytishim mumkin. 50 years ago owning a car was a luxury. Ya'ni 50 yil oldin mashinaga egalik qilish bu hashamat hisoblangan, ya'ni hammadan bo'lmagan. 50 years ago owning a car was a luxury. Tushunarli? 50 yil oldin masalan standart holat. Ham uchun masalan odatiy holatga aylanib qolgan holatlar haqida gapirganimizda masalan o'tmishda. Bunga ham biz past simple ishlatamiz. Inglizda bularni general truths deb atamiz, right? Birinchisi, yaxshilab tushunib olish kerak bo'lgan joy bor shu joyda. Main events in a story, masalan, yoki haqiqiy hikoya aytib beryapsiz yoki o'zingiz bilan sodir bo'lgan qanaqadir ish harakatni gapirib beryapsizda. Urg'u bu joyida urg'u yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Urg'uyimiz ish harakat sodir bo'lganligi haqida ma'lumot berish xolos maqsadimiz bundan. Tushuntira oladimi? Mana shu joyini yozib tushuntiraman. Birinchi holat haqida gaplashamiz. Birinchi holatimizda past simple bilan present simple orasida ozgina o'xshashlik chiqib qoldi. Bu holatni tushuntirishimizdan oldin men present simple'da o'tgan darsda gaplashmagan, lekin ozgina ishora qilib o'tgan mashq worksheetimiz ko'rayotgan paytimizda ishlatilish haqida gapirib o'taman. O'tgan darsda aytdim sizlarga
past simple o'tganimizda bu narsa haqida gaplashamiz. Present simple kecha gaplashmagan, o'tgan darsda gaplashmagan foydalanadigan holatlardan yana bittasi shunaqaki, siz o'tgan paytdagi, ya'ni o'tmishdagi qanaqadir bo'lgan voqea haqida, sodir bo'lgan voqea haqida yoki qanaqadir haqiqiy hikoya haqida yoki ertak haqida gapiryapsiz-da. Bu narsani siz ingliz tilida aytadigan bo'lsak, dramatic qilib yoki exciting, qiziq qilib gapirib bermoqchisiz. O'sha hikoyani bo'lganligini. Agar shunaqangi maqsadingiz hikoya haqida prosta ma'lumot berib qo'yish emas, bo'lganligi haqida. Qiziq qilib, odamlarni qiziqtirib, jonlantirib gapirib bermoqchi bo'lsangiz, o'sha haqida. O'tgan zamondagi gapirayotgan gapingiz haqida, o'tgan zamondagi voqea haqida gapirayotgan bo'lsangiz ham, baribir present simpledan foydalanasiz. Masalan, aytaylik, bir oy oldin bo'lgan holatni gapiryapsiz. Bir oy oldin, masalan, darsga kechikib keldingizda, darsga o'qituvchi keltirmasdan kirib o'tirib oldingiz xonasiga. Shu narsani endi qiziq voqeani siz o'rtoqlaringiz maza qildirish uchun gapirib beryapsiz. Bo'lgan voqea haqida ma'lumot berish emas niyatingiz. O'rtoqlaringizni maza qildirish. Ularni maza qilib hikoya tinglattirish maqsadingiz. Xuddi shu narsa bo'lsa, mana bu holatda gapirasiz. So, last month I am late for school. But I opened the door quietly and sneaked into the classroom. Sneak into the classroom without letting the teacher know. Of present simple ishlatamiz. Lekin voqea e'tibor bering, o'tgan zamonda bo'lyapti. Last month turibdi. Nimaga present simple ishlatyapmiz? Sababi biz qiziq qilib, masalan, o'rtoqlarimizni kuldirib yoki maza qilib hikoya tinglattirmoqchimiz ularga. Bo'lgan voqea haqida shunaqa usulda gapirib bermoqchimiz. Shuning uchun present simple ni ishlatyapmiz. So last month I'm late for school, but I opened the door quietly and sneaked into the classroom. Sneak into the classroom degani oyoq uchida bildirmasdan sekin shpionlarcha kirib olish degani. O'qituvchiga bildirmasdan sekin kirib oldim demoqchi. Endi ikkinchi holatimiz. Last month I was late for school, but I opened the door quietly and sneaked into the classroom. Past simpledan foydalanamiz. Xuddi shu xabar bermoqchimiz biz aslida, faqatgina endi maqsadimiz bu o'rtoqlarimizni maza qildirish emas yoki qiziq qilib bo'lgan voqeani gapirib berish emas maqsadimiz. Maqsadimiz bor yo'g'i shunaqa bo'lganligini bildirib qo'yish yoki bo'lgan voqea haqida ma'lumot berish xolos. Ya'ni ingliz tilida aytadigan bo'lsak, biz bor yo'g'i main eventlar haqida gapiryapmiz. Ya'ni asosiy voqealarni qanaqa bo'ldi deb gapirib qo'ymoqchimiz. Shunaqa bo'lganligini bildirish uchun. Xuddi shu holatda biz past simpledan foydalanamiz. Bilasizlar, orasidagi farq tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Umuman olganda tushunish qiyin emas. Faqatgina yaxshilab tushunib olmasangiz chalkashib qolish mumkin bo'lgan ehtimolli bo'lgani uchun ozgina uzoqroq tushuntirdim. Right? So, past simple foydalanish holatlari yasalishini gaplashib o'tdik. Endi past simple haqida qanaqadir sizlarda savol bo'ladigan bo'lsa, kanalga o'tib, iltimos sizga questions about past simple deb yozib qo'yaman. Comment qismiga o'tib, agar type qilishga erinsangiz, bemalol ovozli xabar yuborish mumkin. Eshitaman. Eshitib javob beraman agar ovozli xabar eshitish imkoni bo'lsa, video call voice chiqib turgan paytda. Yaxshi, yozib yuboring. Nimadir savollar bormi yoki yo'qmi? Agar siz savol bo'lsa yoki amas tushungan bo'lsangiz, thumbs up qo'yib qo'ying. Thumbs up bo'ladi. Agar qanaqadir ma'lum bo'lsa, thumbs down qo'ymasdan savolingiz darrov yozib qo'ysangiz. 1 daqiqa kutib turaman, 1 minut kutaman, 26 gacha, 26 gacha. Savol bo'lsa, so'rab oling.
Hop, kichkina savol yo'q o'xshayapti. Davom etsak bo'ladimi? Okay, bo'lmasa davom etamiz. O'zi oson mavzularimiz, uni ham maydalab o'tishga harakat qilyapman. Qaysidir narsani chuqurroq, uzoqroq tushuntirib olgan bo'lsam, buni aytib bermaysiz. Maqsadim sizlarda kamchilik qolmaslik, ichida qoldirmaslik. Okay, past simple haqida gaplashib bo'ldik. Turli holatda ishlatilishini, oxirgi holatimizda past simple dan farqi, present simple dan farqini tushunib oldik. Ba'zi holatda irregular verbs ro'yxatini tashlab beraman. Aniqroq kopiyasida bor bu narsa. 182 betda. Keyingi darsgacha bu narsani yodlab kelasiz. Uchala formasini ham. Bare infinitive formasi, past simple formasi, past participle formasini yodlaysiz. Bitta fe'lda. Ertaga support teacher sizlardan buni bitta hammadan so'rab chiqadi. Okay? Guruhimizda adashmasam 19 kishi bor. 19 kishidan hammadan bitta so'rab chiqadi bu narsani. Okay? O'tmaganlarga homework incomplete yozib qo'yadi. Buni nima bo'lishini o'tgan darsda gaplashdik. Past continuous. Ya'ni o'tgan zamon davomli fe'l haqida gaplashamiz. Bu kecha o'tgan oxirgi darsimizda o'tgan present continuous zamonini o'tgan zamon formasi hisoblanadi. Okay? So, yasalish haqida kelishamiz. Siz fikringizni so'rab olaman. Mana shu gaplarimiz yasalish haqida yozib, chizib vaqt sarflashimiz shart emasmi? Chunki ko'pchiligimiz beginner emasmiz. Bu narsani yaxshi bilamiz menimcha. Og'zaki tushuntirib ketaman, yozib o'tirmayman bu narsani yasalishini, chunki bu juda ham oddiy narsa. Yasalishi bor yo'q qiladigan ishimiz subjectga present simple present continuous sizda bo'lsa biz fe'lini hozirgi zamon formularidan foydalanganmiz, ya'ni am is are dan. Endi o'shani o'tgan zamon formularidan foydalanamiz xolos. Was were dan. Ya'ni was bu birlikdagi, were ko'plikdagi egallash uchun ishlatiladigan formasi, to be ni, zamonning formasi. Va fe'lga ing ni qo'shib qo'yamiz xolos. Ya'ni subject, was were, verb ing. Verbga ing qo'shishchi qanaqangi o'zgarishlar bo'ladi ba'zi holatdagi fe'lga. Bu narsani o'tgan darsimizdan keyin tashlab qo'ygan, bu narsani hozirgacha o'zi bilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Yodlab bo'lgan bo'lishingiz kerak. Okay? So, negative formasini yasashimiz uchun bor yo'q was were dan keyin not qo'yamiz. Savol formasini yasashimiz uchun was were ni egitni oldinga olib o'tishimiz kifoya. Okay? Bu narsa ko'pchiligimizga ma'lum, bu narsani yaxshi tushunganmiz. Bizga muhimroq qismi bu qachon o'zi aslida past continuous fe'liga ehtiyoj sezamiz. Foydalanamiz. Buni haqida gaplashamiz. Birinchi holatimizda actions happening at a moment in the past. Ya'ni o'tgan zamonda aniq bitta vaqtda sodir bo'lib turgan ish harakatlar haqida gaplashganda past continuous zamondan foydalanamiz. Mana masalan at 9 o'clock last night I was watching TV. At a moment deganda mana aniq bir vaqt, muayyan bir vaqt deganda kechaga 9 da tushunamiz. Kecha 9:00 da aynan men televizor ko'rayotgan edim. Okay? Aniq bir vaqtda har xil holat berilishi mumkin bizga masalan. When you arrived yesterday, kecha yetib kelgan vaqtingizda men nimadir qilayotgan edim. When something happened yesterday, nimadir sodir bo'lgan vaqtda men nimadir qilayotgan edim. Tushunarli-a? Ya'ni birinchi qodamiz o'tgan zamonda aniq bir muayyan vaqtda shuni kesib qolganingizda sodir bo'lib turgan ish harakatlar nima bo'lsa ham hammasiga past continuous beramiz. Okay? Odatda at that moment, at 1, at 2 o'clock kabi adverbda mana shu birinchi ishlatilish formasiga mos tushadi. Okay? Ikkinchisi, two actions in progress at the same time. Endi sal boshqacharoq holat, tasavvur qiling, ikkita ish harakat tengidan sodir bo'lyapti o'tgan zamonda. Ikkita davomliroq ish harakat tengidan sodir bo'lib turibdi. Mana masalan, I was reading a book. Men kitob o'qiyotgan edim. You were doing the washing up. Siz ovqatlanib bo'lgandan keyin idishlarni yuvayotgan edingiz. Ikkitasi teng vaqtda sodir bo'lyapti. Xonada kitob o'qib o'tiribman, oshxonada kimdir idishlarni yuvyapti. Ikkalasi teng vaqtda sodir bo'lganligi uchun ikkalasiga ham past continuous beramiz. Okay? Bu ikkala fe'limizni biz while bilan bog'laymiz. Ikkala gapimizni while bilan bog'laymiz. Fe'limizni o'rdim. Tushunarli-a? Juda ham tushunarli qoida bu.
nima olganda o'tgan zamonda tengdan sodir bo'lib turgan davomli uzoq muddatda davom et, ya'ni uzoq muddat deganda bir martalik emas, davom etib turgan ish harakatni kitob o'qib o'tirganman yoki idishlarni yuvayotganligi shu narsa haqida gaplashganimizda ikkalasiga ham past continuous dan foydalangan holatda gapiramiz. Ikkalasini odatda while bilan bog'laymiz. When bilan bog'lasangiz ham xato bo'lmaydi narsa. While o'rniga when qo'shish ham mumkin. Hop. Uchinchi holat. Nimadir haqida gapirib beryapsiz, qanaqadir holat tasvirlayapsiz yoki qanaqadir ish harakat tasvirlayapsizda, ish harakatni orqasida orqa fonda sodir bo'lib turgan uzunroq ish harakati haqida gapirmoqchi bo'lsangiz yoki ma'lumot berib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shu orqa fonda sodir bo'layotgan uzunroq ish harakatga nisbatan biz past continuous va asosiy ish harakat, biz asosiy ma'lumot bermoqchi bo'lgan ish harakatimiz haqida gapirganimizda past simple dan foydalangan holatda gapiramiz. Mana sizlarga misol. It was raining, so Wendy decided to go to the cinema. Orqa fonda bo'layotgan ish harakat uzoq yomg'ir yog'ib turuvdi. Bitta o'rtasidan Wendy endi kinoga borishga qaror qildi. Okay? Wendy kinoga borishga qaror qilgan paytda orqa fonda bo'layotgan ish harakatimiz bu yomg'ir yog'ib turganligi. O'sha orqa fondagi yomg'ir yog'ib turganligi haqida gapirmoqchi bo'lganingizda, masalan, past continuous status va asosiy ish harakatimizga, ya'ni main actionga, ma'lumot bermoqchi bo'lgan main actionga past simple dan foydalangan holatda gapirasiz. Lekin boshqacha misol qilishimiz mumkin. When I got a phone call, I was listening to music. Okay? Ya'ni musiqa eshitib turdim, davomli ish harakat bo'lib turdi, o'rtasidan menga telefon keldi. Bunda orqa fonda bo'layotgan ish harakat bu men musiqa eshitayotganligim va telefon kelib to'xtatganligi bu narsa. Telefon kelganligi haqida gapirganimizda past simple. When I got a phone call, I was listening to music. Tushunarli? Uzun orqa fondagi ish harakat. Mana joyda sizga buni tushunarliroq qilib ko'rsatishga bitta uzun davom etib turgan ish harakat o'rtasidan ikkinchi ish harakat sodir bo'lsa, uzunroq bo'layotgan ish harakat uchun past continuous, qisqa muddatli o'rtasidan sodir bo'lgan harakat uchun past simple beramiz. Mana masalan, hozirgi tuzgan gapimga o'xshagan misol. The phone rang while I was watching a DVD. DVD ko'rayotgan vaqtimda yoki video ko'rayotgan vaqtimda telefon jiringladi. Uzun bo'lgan ish harakat mana DVD ko'rib o'tirganligi. Qisqa ish harakat bu, ya'ni o'sha DVD ko'rib o'tirganim o'rtasidan sodir bo'lgan ish harakat bu telefonni jiringlaganligi. Bunga past simple dan foydalangan holatda gapiramiz. Lekin o'tgan zamondagi muntazam sodir bo'lgan yoki qayta odat ustiga kirib qolib sodir bo'lgan ish harakatlar haqida gapirganimizda, boya tepada ko'rganimiz kabi past simple dan foydalanamiz. Okay? Past continuous emas. Last year I was going to the cinema every weekend. Last year I went to the cinema every weekend yoki I used to go to the cinema every weekend. Beramiz. Past continuous asosiy ishlatiladigan vaziyatlarimiz mana shulardan iborat. Okay? Ya'ni qisqacha recap qiladigan bo'lsam, birinchi holatimiz, ishlatiladigan holatimiz bu o'tgan zamonda aniq bitta vaqtda sodir bo'lib turgan ish harakatlarida gaplashganimizda, yoki ma'lumot bermoqchi bo'lsak, past continuous, kecha 3 da nima qilayotganingiz, kech payt 6 da nima qilayotganingiz, kecha kino boshlanganda siz nima qilayotganingiz va hokazo. Hammasi shu holatlarda gapirmoqchi bo'lsangiz, har bittasiga past continuous dan, boshqa past simple emas, perfect emas, faqat past continuous dan foydalangan holatda gapirasiz. Hop, ikkinchi holatimiz bu ikkita ish harakat bir vaqtda davom etsa o'tgan zamonda ikkalasiga ham past continuous dan foydalangan holatda gapiramiz. Bularni biz while bilan bog'laymiz orasini. Uchinchi ish harakatimiz yoki uchinchi vaziyatimiz, past continuous ishlatiladigan vaziyat bu davom etib turgan ish harakati o'rtasidan bitta ish harakat sodir bo'lgan paytda davom etib turgan background action uchun biz past continuous dan foydalanib gapiramiz. O'rtasidan sodir bo'lgan qisqa ish harakat uchun past simple dan foydalanib gapiramiz. Bularni biz when yoki while bilan bog'lashimiz mumkin. Masalan, when I was having a lesson, my daughter walked into the room. Dars o'tib turganimda qizim xonaga kirib keldi masalan. Qizim xonaga kirib kelganligi bu. Bir marta qisqa muddatli ish harakat, dars o'tib turganligim uzoq bo'lib turgan background action. Okay. So, questions about past continuous.
Bir minut vaqt, agar savolingiz bo'lsa, iltimos so'rab oling. Biroz javob berishga harakat qilaman. Hop, savol yo'q o'xshayapti. Savol yo'qlar, thumbs up qo'yib qo'ying, bila olaman. Mana shu yurak ustiga bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, adashmasam hech kimda savol yo'q bunga. Yaxshi. Hamma narsani tushunyapsiz deb umid qilaman. Savol chunki hamma narsani tushunsa ham hech kimda savol bo'lmaydi odatda. Okay. So, davom etamiz bo'lmasa 3-qismiga, grammatika darsimiz 3-qismi. Bu used to yordamchi fe'li. Used to plus bare infinitive, ya'ni to infinitive ishlatamiz. Used to faqatgina bitta holatda ishlatamiz. Holatlar shunaqangi holatga tepadan ozgina bunga ishora qilib o'tdim. O'tgan zamondagi distant past degan uzoq o'tmishdagi odatlar yoki holatlar haqida gapirganimizda used to dan foydalanib gap tuzamiz. Mana masalan, bunga o'xshagan misollar berdim. Maktabda o'qigan vaqtingizda har yakshanba kuni bo'yiznikiga borishingiz yoki 10 yoshligingizda har dushanba kuni daraxt tutgani borishingiz. Va hokazo shunaqangi o'tgan zamonda odat tusiga kirib qolgan qayta odatiy ravishda takrorlangan harakatlar uchun yana aniqroq bo'lsam, present simpledagi hozirgi odatlarimiz uchun present simple ishlatgan bo'lsak, xuddi shuni o'tgan zamondagi bo'lgan holatlari yoki formalari uchun biz xohlasak past simple yoki ko'proq holati, ya'ni ko'proq tabiiy chiqish holatida, tabiiy chiqarish maqsadida used to dan foydalanib gap tuzamiz. Mana masalan sizlarga misol beraman. When I was 4, I used to eat ice cream every day. 4 yoshligimda har kuni muzqaymoq yer edim. Tarjima qilamiz. Okay? Endi buni statement tuzishimiz uchun I used to fe'li bare infinitive holatda berilgan eat. I used to eat. Negative formasidan foydalanish uchun the past simple gap inkor gap tuzganimiz kabi didn't foydalanamiz. Never dan foydalanamiz. I didn't endi used hozir past simple deb gaplashdik. Idin tushib qolishi. I didn't used to savol formasida ham did borligi uchun yana used to bilan beramiz. Mana masalan, I didn't used to eat ice cream much. 4 yoshligimda ko'p muzqaymoq yemas edim. When I was 4, did I used to eat a lot of ice cream? Men 4 yoshligimda ko'p muzqaymoq yer edimmi? Odat tusiga kirib qolgan, ya'ni qayta ko'proq yer edimmi degan ma'noda savol so'rayapsiz. Shu holatda biz used to dan foydalanamiz. Holatlar masalan, holat fe'llar haqida o'tgan darsimizda gaplashib o'tdik. Masalan, like. Yoshligimda menga qora rang yoqardi demoqchi bo'lsangiz ham, when I was a child, I used to like black color deb bersangiz ham bo'ladi. Ya'ni bolaligimda menga qora rang yoqar edi. I used to like black color. Like bu holat deb qaraydi. Yoki masalan to be bilan berishingiz ham mumkin. About 5 years ago, there used to be a big restaurant here. Shu narsalarni ham bilan yozib ketsam, yaxshi tushunarli bo'ladi. Used to states. Past state deb qo'yaman, chunki past actionlarga o'zi past state'larga misol berilgan kitobimizda. About 5 years ago, there used to be small restaurant here. Yani 5 yil oldin taxminan bu yerda kichik restoran bo'lardi ma'nosini used to qo'shib beradi. Okay. When I was a child, I used to like black color. Yoshligimda qora rang yoqardi. Yoqardi ma'nosini yana qo'shib beradi. Bu nima bo'ladi? Ana hozir topimizda state example bilmabdi. Shuni men o'zim qo'shib qo'ydim. Past habitsga bergan misol mana shu misol. Yana used to siz umuman past simple bir qismi sifatida qabul qilsangiz bo'ladi. Past simple mana shu ikkinchi foydalanishini to'ldiruvchi
yoki shunga alternativa bo'ladigan qoida sifatida tushunib olsangiz ham bo'ladi. Hop, sizlar bilan o'tiladigan grammatik mavzuyimiz mana shulardan iborat. Past simple, past continuous, used to mavzular haqida bugun gaplashdik sizlar bilan. Savollar bo'lsa, umuman grammatika haqida savollar bo'lsa bugun masalan yana bir minut vaqt beraman. Past simple, past continuous bu ikkalasini farqi haqida qanaqadir tushunmovchilik qolgan bo'lsa, used to ni aytilishi haqida qanaqadir tushunmovchilik qolgan bo'lsa, savollar yozib qo'yinglar. Questions about today's grammar topics. Yozing. Savol bo'lmasa, yana shu tamsab qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydi, tushunarli. Yaxshi, savol yo'q. Adashmasam, kuchlidir. Mavzuyimiz bu darajada murakkab mavzu emas. Hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizlar bilan bugungi darsimizdagi vocabulary'ga o'tamiz. O'tishimizdan oldin berilgan mashqlarni har bittasini boshlanish qismini sizlarga tushuntirib qo'yaman. Va shu bergan misollarim orqali sizlar davom ettirib kelasizlar. Mashqimizda so'ralyapti. Complete using the correct past simple form of verb in the box. You may have to use some negative forms. Box ichida berilgan, ya'ni quti ichida berilgan so'zlarni o'tgan zamondagi holatini ishlatgan holatda gap tuzing deyishmoqchi. Bu yani ishlata olishingiz uchun siz birinchi o'rinda irregular verblarni ro'yxatini yodlagan bo'lishingiz kerak. Hech bo'lmasa oldingizda turgan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa birinchi uni yodlab olib, keyin mashqlarni bajarishga kirishganingiz ma'qul. Chunki o'shanda mashqda ko'rasiz, esingizda yaxshiroq qoladi. Sizga yordam beraman masalan. I got to the post office just before it closed and send degani yuborish degani, xatni yuborish. O'tgan zamondagi formasi buni sent ga o'zgarib qoladi. Ya'ni handwriting e'tibor bermaysiz. Noqulay. Ya'ni dni o'rniga t yozilishi buni o'tgan zamondagi formasiga o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni pochtani yopilishidan shundoqqina oldin yetib bordim va xatni jo'natdim. Demoqchi, o'tgan zamonda jo'natdim ma'nosida sent ishlatilyapti. Okay? Filmni ma'nosiga qarab kontekstdan chiqargan holatda o'tgan zamon formalarini yozib chiqasizlar. Ba'zilari regular verb bu yo'da, aniqroq hammasi irregular verb ekan. Hammasi irregular verb, hammasini shakli o'zgaradi, edi qo'shilmaydi sizga. Hammasini yodlab olib, keyin ishlab qo'yib chiqasizlar. Bu mashqimiz. B mashqimiz. Look at the pictures and complete the sentences using the correct form of the past simple. Use the correct form of the past simple. Rasmga qarar ekanmizda, mana rasmda qachon sodir bo'lganligini o'ylash harakati. Rasmda bizga prompt vazifasini bajaradi. Bundan foydalangan holatda keyin gap tuzamiz. Birinchisini misol berib qo'yishgan. I don't want to go and see the film because I saw it last week. Last week qarasiz kinoni ko'rib o'tiribsiz. Shuning uchun aytyapti. Endi yana kinoga borib ko'rishni xohlamayman, chunki o'tgan hafta ko'rib bo'ldim. Saw bo'lyapti, seni o'tgan zamoni. Ikkinchi rasmga qarasangiz, kecha top-tok sotib olganligi, ya'ni to'p sotib olganligi. I don't need a football degani shu top-tok. Because I bought it yesterday. I bought one yesterday. Ya'ni kecha bitta top-tok sotib olib bo'ldim degan ma'noda. Because I bought one yesterday. Menga to'p kerak emas. Bitta sotib oldim. O'zimniki bor ma'nosida. Okay? Qolganlarni ham kontekstdan chiqargan holatda rasmdan foydalanib, ma'nosini chiqarib ishlab kelasizlar. C mashqimizda complete using the correct past continuous form of the verbs in brackets. Past continuous ishlatamiz. Bu ancha misolimiz oson. Lekin bu mashqimizni ishlashimizdan oldin ing ni fe'lga qo'shishni yana bir marta eslab oling. Qaysi holatlarda qanaqangi tushib qolishlar, tovush harf orttirishlar bo'lardi, bu narsalarni eslab keyin mashqqa ishlashga kirishing. Shunday qoidalarimiz yana ham esda qoladi yaxshiroq. So, Tad was playing his guitar at 7:30. Kecha 7:30da u gitarasini chalayotgan edi. Aniqda ish harakat, aniq bitta vaqtda sodir bo'layotgani uchun was playing qo'shamiz, okay? Bu mashqimizda
variant berilgan, bizga to'g'risini dumaloq qilib qo'yamiz. Circle qilamiz. When we were in Canada, we went or were going skiing almost every day. E'tibor bersangiz, Kanadada yashagan vaqtida har kuni sodir bo'lgan ketma-ket odat tusiga kirib qolgan ish harakati haqida gapiryapti sizlarga. Bu narsalarni, bunaqangi ish harakatlarni qo'llash uchun biz kelishib oldik. Past simple'dan foydalanib gap tuzar edik. Hop. Buni o'rniga biz used to bersak ham bo'lardi. When we were in Canada, we used to anavrog'i hozir used to tushunmagan, Kanadada vaqt bo'lganligi ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Anavrog'i unda hozir faqat went tushadi. When we were in Canada, we went skiing almost every day. O'tgan zamondagi holat. Ketma-ket sodir bo'lgan chiqargan, odat tusiga kirgan. Nihoyat mashqimiz, oxirgi mashqimiz, complete using the correct past simple past continuous form of verb in the box. Endi biz kontekstdan qaysi zamonligini ham o'zimiz topib olishimiz kerak. Shuni so'rashyapti. One morning, Amber early. Hop, esingizda bo'lsa bu past simple 3-chi qoidasi edi. Ya'ni main event haqida gapirganimizda, storydagi past simple ishlatar edik. Bu narsa haqida sizlar bilan chuqurga kirib gaplashdik. Bir kuni Amber erta uyg'ondi demoqchi. Yoki erta turdi. Nega uyg'ondi ma'nosida yaxshi tushadi. One morning Amber woke up early. Hop, quyosh charaqlab chiqib turdi va qushlar sayrayotgan edi demoqchi. Ikkinchi gapimiz bu birinchi bo'lgan main actionimizga background scene qo'shib beryapti. Ya'ni background scene qo'shib berganda ish harakatimizga past continuous berar edik. Sizda bo'lsa. The sun was shining and the birds were singing. Okay? Quyosh charaqlab chiqib turdi, uyg'ongan vaqtida qushlar sayrayotgan edi. Yoki buni ozgina aylantiradigan bo'lsam, qushlar sayrab turishi va quyosh charaqlab turdi, o'rtasidan Amber uyg'ondi. Bunaqa qilib tushunolgan bo'ladi ikkalasini. Hop, qolgan savollarni xuddi shu holatda ishlab tugatib kelasizlar. Hozir F ham bor ekan. Complete using the correct form of used to. You may have to use some negative forms. Used to foydalanib gaplarni to'ldiramiz. When I was younger, I used to eat pizza almost every day. Yoshligimda deyarli har kuni pizza yerdim. Right? Endi savol tuzishimiz kerak ekan, so'roq belgisidan bilib olamiz. Was there used to be a supermarket? Used idini qo'yasizlar, o'zi qoladi. Was there used to be a supermarket here? Bu yerda oldin supermarket bo'larmidi degan savol bu. Okay? Hop, mashqlarimiz shulardan iborat. Bundan tashqari worksheetimiz yana uncha ko'p emas, ikkita grammatika mashqlarini qo'shganman. Okay? Narsa sizlar bilan vocabulary qismini birinchi qismini tugatdik. Bugun sizlar bilan endi ozgina murakkabroq bo'lgan, ya'ni bulardan ko'ra murakkabroq bo'lgan present verblar, prepositional phraselar, word formation and word pattern haqida gaplashamiz. Okay? O'tgan darsimizda birinchi vocabulary darsimiz bo'lganligi uchun men hamma gap so'zga misol tuzib chiqdim, ya'ni osonlariga ham tuzib chiqdim. Bugun endi buni qilmayman, faqatgina gap tuzishga qiyin bo'lgan, tushunarsizroq bo'lishi mumkin bo'lgan gap tuzishda fe'lni o'zigagina gap tuzaman. Hop. Present verblar birinchisi carry on degani bu davom etish degani. Carry ondan keyin bizda verb ing keladi. Bu narsalarni verb plus verb pattern mavzuyimizdan o'tamiz. Qaysi fe'ldan keyin doing kelishi, qaysi fe'ldan keyin to do kelishi. Alohida katta mavzuyimiz bor. Ungacha hozir bu haqida savol so'ramay turasiz. Carry on doing deb yodlab oling bo'ldi. Davom etdi degani. Hali bunga chuqurroq kiramiz. Carry ondan keyin to do kelishi mumkin. Qachon bunaqa bo'lishini keyinroq gaplashamiz sizlar bilan. O'z o'rnida. Vocabulary. So, masalan, after getting the call, or after answering the door, I carried on doing my homework. Ya'ni tasavvur qiling, uy vazifasini qilib o'tiruvdingiz, eshik taqilladi. Endi aytyapsiz, eshikka
javob bergandan keyin, ishga qarab qo'ygandan keyin uy vazifasini qilishda davom etdim. Shu gap. Carry on shu ma'noni beradi. Davom etdim ma'nosini beradi. Ikkinchisi eat out degani bu uyda ovqatlanmasdan, uyda ovqat pishirib ovqatlanmasdan restoranga borib ovqatlanish degani. Eat out. Okay? Give up degani biror narsadan voz kechish yoki masalan give up bad habit bo'lishi mumkin bu yoki taslim bo'lish degani. Masalan, biror ish harakat, biror narsa qilishga urinyapsiz, lekin qiyinligi uchun endi voz kechdingiz o'sha narsadan. Bunaqa ma'noda ham give up ishlatasizlar. Okay? Masalan, I gave up learning English after trying for 3 months. 2 oy harakat qilganimdan keyin ingliz tilini o'rganishdan voz kechdim yoki to'xtatdim. Okay? Give up. Hop. Uchinchisi join in. Join in degani bu birorta mashg'ulotda qatnashish degani. Hop, join in joindan farqi ham shu. Join degani bu kimgadir qo'shilish, masalan. We are throwing a party. Would you like to join us? Hop. Biz bazm uyushtiryapmiz. Party degani bazm uyushtirish degani. Bizga qo'shilishni xohlaysanmi? Bizga, ya'ni bir guruh odamlar guruhiga qo'shilish bu join bilan beriladi. Would you like to join us? Endi qanaqadir activity, ya'ni mashg'ulotda ishtirok etish bu join in. Masalan, our school is organizing a marathon soon, and I will definitely join in that, or join in. Join in deganda marathon ma'nosi bor, ya'ni buni qaytarishimiz shart emas, lekin ma'nosi anglashilib turibdi kontekstda. Ishtirok etaman bunisida. Ya'ni birinchi gapimizda bizga qo'shilasanmi, ikkinchisida marafonda ishtirok etish ma'nosida kelyapti. Ya'ni join in degani bu ishtirok etish, join qo'shilish. Kelasini adashtirib qo'ymaslar. Ko'pchilik adashib qoladi bu narsa. Kelasi send off. Send off bu sportga tegishli bo'lgan so'z, ya'ni o'yinchini o'yindan chetlatish. Masalan, futbolda qizil kartochka berib chetlatish bu to send off a player bo'ladi. Okay? Qualification ko'rincha yozib qo'ying. Send off a player or footballer. O'yinchini o'yindan chetlatish. Take up degani bu take up a hobby degani. Yangi hobby bilan shug'ullanishni boshlash degani. Mana masalan, when I was 10, I took up collecting stamps as a hobby. Gap misol ko'r-ko'rona o'qib ketmasdi. Ishlatish usulini yodlab olasiz mana. Take up something as a hobby deb turib yodlab olsangiz, masalan, collecting stamps o'rniga xohlagan narsani qo'yib, keyin bemalol gaplasha olasiz. Gap olasiz. I took up cycling as a hobby. I took up fishing as a hobby. I took up making stuff as a hobby deb turib bemalol ishlata oladigan. Shuning uchun shunaqangi parts of speech yodlashga harakat qiling. So'zlarni alohida so'zlarni yodlagandan ko'ra. Turn down, turn down or up the volume. Bu masalan radioni, televizorni, musiqani ovozini ko'tarish, ovozini tushirish. Turn up the volume, turn up the music. Kelasi ham ovozni balandlatish, pastlatish. So, bu bizdagi phrasal verblar. Phrasal verb degani kimdirdir tushuncha bo'lmasa, fe'l va predlog qo'shimchasi qo'shilmasdan iborat ba'zilarni tushunamiz. Phrasal verblarni bitta o'ziga xos xususiyati shuki, ko'pincha bo'ladi. Literal meaning emas, figurative meaning o'tib qoladi. Figurative meaning degani so'zma-so'z tarjima qilsangiz, ma'no chiqadigan ma'nodan boshqacha ma'no berishni boshladi bular. Masalan, carry on degani, carry degani asli ko'tarish degani, ko'tarib yurish biror narsani. On bu nimadir ustida, lekin ikkalasini qo'shsangiz davom etish ma'nosi chiqadi. Shu narsani phrasal verb deymiz.
Ya'ni bular ko'chma ma'noli fe'llar. Fe'l bilan predlog birikmasi. Okay? Hop, endi prepositional phraselarga o'tamiz. Birinchisi for a long time degani ancha vaqtdan beri. Okay? Hop, esingizda bo'lsa o'tgan darsimizda present continuous haqida gapirganimizda bitta qoidasini ko'rdik. Bu qoidasi actions happening around the time of speaking edi. Bular masalan kitob o'qishni misol qilib beruvdim shu paytda. Ya'ni kitob o'qishni boshlagansizda, lekin oxiriga yetmagansiz. These days I'm reading a very interesting book degan gap tuzardik. Ya'ni bu hozir o'qimayapsiz bu kitobni, lekin shu kunlarda o'qib yuribsiz. Mana o'shalarga nisbatan bersiz bo'ladi. I'm reading an interesting book for a long time. Odatda bu zamonimizda for a long time bilan biz odatda perfect zamonni, ya'ni perfect continuous zamonni tuzamiz. O'tmaganligimiz uchun maslaga continuous present continuous bilan tushuntirib qo'ydim. Hop, keyingi expressionimiz for fun. For fun degani bu mazza qilish uchun emas, qiziqishga, ya'ni jiddiy sababsiz degan gapimiz bor. Qiziqishga qilinib bu narsani deymiz-ku. Shu narsani bizda ingliz tilida for fun beradi. Masalan, I am learning French just for fun. Fransuz tilini bor-yo'g'i qiziqib o'rganaman. Hech qanaqa menga muhimligi yo'q, ahamiyati yo'q yoki kerak emas. Qiziqib o'rganaman ma'nosida. Learning French just for fun. Okay? For fun shu ma'noni beradi. Hop, 9-chi expressionimiz in the middle of something. In the middle of the night masalan. Yarim kechada degani. In the middle of nowhere. Ingliz tilida shunaqa idiomi bor. In the middle of nowhere degani bu kimsa topmas joy deymiz-ku. Shunaqa nisbatan beriladi. I'm stuck in the middle of nowhere degani men kimsa topmas joyda qolib ketdim. Maqam buzilib masalan degan ma'noda. Keyingi in time for something. On time bilan in time farqi bu. Ba'zilar biladi, ko'pchilik. On time degani bu o'z vaqtida bir narsani, masalan, darsimiz 9 da boshlansa, men 9 da darsga yetib kelsam, on time, I've arrived on time. Deyman. Bir 5 minut yoki 10 minut oldinroq yetib kelgan bo'lsam, in time deyman. Hop, ikkala yana bitta farqi bu, odatda in time dan keyin odatda for something yoki to do something deb turib gapimizni davom ettirsak ham bo'ladi. Masalan, I arrived in time for the lesson. I arrived in time to teach my lesson. Deb misol berish mumkin. On time lekin odatda bunaqa davom ettiramiz gapni. Okay, so keyingisi on CD, on DVD, on video. CD, DVD degan tushunchalar endi bizda hozir chiqib qoldi. On videoni o'tib qolaman. Yaxshisi videoda degan. Masalan, nimadir videoda ko'rdim. Okay? Ma'nosida. Masalan, I saw him on the graduation video. Uni bitiruv kechasini videosida ko'rdim. Demoqchi endi. On stage bu sahnada degan. Stage bu sahna. Okay? So, keyingi vocabulary qismimiz bu word formation. Word formation deganda biz tushunamiz. Bitta o'zakdan yasalgan so'zlar tushunamiz. Buni word family deb o'rganib olsangiz ham bo'ladi. Odatda so'zlarni shunaqa yodlasangiz, sizga bu so'zlarni ishlatishingiz ancha osonlashadi. Masalan, bitta so'z o'rganganingizda uni sifat formasi, fe'l formasi, ot formasi va hokazo boshqa adverb formasi, ya'ni ravish formalarini ham yodlab olsangiz, shu so'zni bir yo'la shu so'zni ishlatishingiz ancha erkinroq bo'ladi. Qiynalmasdan bemalol ishlatasiz. Ikkinchidan, ma'nosini ham ancha yaxshi tushunasiz shu so'z. Okay? Mana masalan, act degani bu harakat qilish. Action bu harakat, ya'ni ot bu narsa. Active faol, inactive nofaol, ya'ni harakat qilmayotgan nimadir. Actor bu aktyor. Okay? Athlete degani bu sportchi yoki atlet. Athletic deganda biz sog'lom. Masalan, he has an athletic body. Shunisiga misol so'zib beraman. He has an athletic
build. Ya'ni tanasi sog'lom va kuchli. Sport bilan shug'ullanganlarning tanasini tasavvur qiling. Shunaqangi tanalarni biz athletic build deymiz. Build hozir ot bo'lib kelyapti, tana ma'nosida. Athletics deganda biz yengil atletika turlarini tushunamiz odatda. Athletics. Bu Britaniya ingliz tilida ko'p ishlatiladigan so'z. Englishda, right? Child, children, childhood. Bola, bolalar va bolalik. Hammasini o'ziga ingliz STEM deyiladi bu so'zni o'ziga. STEM, child. Collect, yig'ish, collection bu to'plam, collector bu kolleksioner, kolleksiya qiluvchi narsa, odam. Entertain bu ko'ngil ochish, xursandlik, entertainment shuni ot formasi. Hero degan qahramon, heroic bu qahramonlarcha degani, masalan, heroic action, qahramonlik harakati bo'ladimi? Yani qahramonchilik deb tarjima qilamiz. Qahramonlik deb tarjima qilamiz, adashmasam. Hop. Qahramonlarcha deb tarjima qilamiz, aniqroq. Bu sifat chunki. And heroine bu ayol kishi qahramon. Ya'ni hero degani biz odatda male, ya'ni erkak qahramonlar tushunsak, heroine da ayol qahramonlar tushunamiz. Okay? Qahramon degan so'zimda bunda kinodagi asosiy qahramonimiz, anadir klipdagi asosiy qahramon haqida gap ketmayapti bunda. Bunda biz qanaqadir jasorat ko'rsatgan qahramon haqida gaplashamiz. Farqiga borib olasizlar. Kinodagi qahramonni biz character yoki main character deb ataymiz, asosiy qahramon. Okay? Bu jasorat ko'rsatgan qahramon. Tushunamiz. So, keyingisi music, musical, musician. Musiqa, musiqiy, musiqachi, ya'ni muzikant. Play, o'yin, o'ynash. Player, o'yinchi. Playful bu quvnoq yoki quvnoq deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Sail bu suzish degani. Sailing ot formasi shuni, suzish. Sailor suzuvchi. Okay? Sing kuylash. Sang o'tgan zamondagi formasi bu. Sung participle formasi, ya'ni perfect zamon uchun. Song qo'shiq. Singer qo'shiqchi. Singing kuylash. Hop. Formation deb atamiz shu holatda yozgan so'zlarimizni. Bu narsalarni so'zlarni ko'pligini siz bilasiz. Bu narsalarni qoida qilib qo'yilishining sababi siz so'zlarni shunaqa holatda yodlashingiz yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda sizga tushuncha berishmoqchi xolos bu kitobimizda. Okay? Va shu narsani men tavsiya qilaman. Kuchli tavsiya qilaman. Keyingisi word patterns. O'tamiz sifatlar. Hammasini oldiga to be qo'yamiz bularni. Hammasini oldida tasavvur qiling, to be bor. To be ya'ni hozirgi zamonda ishlatsangiz I am bored, he is bored, o'tgan zamonda he was bored. Hammasida shunaqa. To be bored with, eslab qoling with the. Nimadirdan zerikdim. I'm really bored with my car. Mashinamdan zerikdim. I want to change it. Yangisini olmoqchiman. O'zgartirmoqchiman boshqasiga. Tushunarli-a? To be crazy about degani biror narsaga mubtalo bo'lib qolish, juda ham qiziqish degani, juda ham qiziqish. To be obsessed with desangiz ham bo'ladi. I'm crazy about soccer masalan. Futbolga juda ham qattiq qiziqaman degani, right? To be good at something. To be good at yoniga yozishingiz mumkin. To be bad at, to be talented at degani, to be good at degani, to be talented at nimadirda yaxshi bo'lish degani, nimadir yaxshi bajara olish. Masalan, to be good at math degani, matematikani yaxshi bilish. Shu qolganini yozib ketamiz. Matematikada yaxshi bo'lish. Okay. Bunga qo'shimcha qilib aytdim hozir talented at e'tibor bering, ma'nolari bir xil emas lekin. Good atga to'g'ri keladi bu. Endi ma'nolari bir xil emas degan nazar tutdim. To be poor, bad at something. Biror narsada yomon bo'lish, eplay olmaslik, masalan. To be bad at math, matematikani yaxshi tushunmaslik, matematikadan yaxshi eplay olmaslik degani. Okay, so your expression is to be interested in, buni bilasiz. Nimaligini, qiziqish biror narsaga. To be keen on. Ikkalasini orasida kichkina farq bor. Ikkalasini orasidagi bu kichkina farqimiz shundan iboratki, to be interested in degani bu biror narsaga umumiy ma'noda qiziqish, ya'ni qiziqish degani bu narsa haqida ko'proq ma'lumot bilish xohlash degan ma'noni beradi bizga. Chuqur kiradigan bo'lsak.
To be keen on degani bu biror narsaga ishtiyoq bilan qiziqish, ishtiyoqmand bo'lish biror narsaga degan ma'noni beradi. Va bu to be interested indan ko'ra ozgina kuchliroq qiziqishni bildiradi. To be keen on. Okay? Mana masalan, I'm interested in wars. Deylik. Masalan, wars. Yo'q, holatda shunday misol bo'lib boshqasiga masalan. I'm interested in bears. Deylik. Ayiqlarga qiziqaman. Nima degani bu? Ayiqlarga qiziqaman degani, ayiqlar haqida ko'proq ma'lumot bilishni xohlayman degan narsa. Ya'ni beradigan ma'nosi shunaqa ma'no. Hop. I'm keen on bears deylik. Masalan, watching bears. To'g'ri ma'no tushgan. Ayiqlar kuzatishga juda ham qiziqaman masalan. Bo'sh qo'limdagi shu ish qilishga harakat qilaman. Degan ma'noga keladi. Hozir bir daqiqa. So, kelasini farqga tushundingiz deb o'ylayman. 21-chi expressionimiz to be popular with. Popular degan so'zimiz juda ham ko'pchilik talabalarimiz tomonidan noto'g'ri tushunilgan so'zlardan bittasi. Popular degani bu mashhur degani emas, ommabop degani yoki ko'pchilikka yoqadigan degani. Masalan, our new product is really popular with our customers. Desasini qanday ishlab chiqaruvchi. Yangi ishlab chiqargan tovarimiz mijozlarimizga juda ham yoqdi ma'nosini beradi bu narsa. Okay? Yoki masalan aytaylik, Gentra is really popular with Uzbek people. Uzbeklarga juda ham yoqadigan mashina. Ma'nosida gap bu. Okay? Xuddi shundan teskarisi unpopular degani yoqmaydi degani. Mashhur emas degani emas bu. Ko'pchilikka yoqmaydigan degani, right? To be unpopular with. Okay? So this player was really unpopular with the fans. Bu degani bu o'yinchi, futbol o'yinchisi masalan qanotlarga unchalik yoqmaydi degani. Umuman yoqmaydi degani, really. All right? Verb expressionlarimiz. To feel like doing something. Biror narsa xohlash degani bu. To feel like doing something. If you feel like degan something kelishi ham mumkin, ot kelishi ham mumkin. Masalan, I am feeling like some coffee. Let's go out and grab some. I'm feeling like some coffee degani ozgina kofe ichishim kelyapti. Tashqariga borib, ko'chaga chiqib ozgina ichib kelamizmi degani bu. Okay? I feel like masalan Odatda mana shuni present simple ishlatasizlar. I feel like sleeping right now. I will get to my homework tomorrow. Hamza bo'ladigan holatda hozir uxlagim kelyapti, vazifamni ertaga qilaman degani bu. Okay? Feel like ma'nosi shu. Listen to ni bilasizlar, eshitish degani biror narsani. Take part in tepada ko'rganimizga o'xshab, join in ga o'xshab ketadigan fe'l bu, qatnashish biror narsaga, participate in degani. Nouns endi a book by someone about something degani, by someone degani qasr muallif tomonidan yozilgan kitob. A book by Shakespeare tomonidan yozilgan kitob. About something, biror narsa haqida.
To be a fan of something, biror narsani fanati bo'lish yoki biror narsaniga juda ham qiziqish degani bu. I'm a big fan of rock music masalan. I'm a big fan of rock music degani rock musiqasi menga yoqadi. Rock musiqasini fanatiman ma'nosida. Right? A game against degani qaysidir komandaga qarshi o'yin. Right? Yesterday we watched a game against or we played a game against some school masalan. Qaysidir o'yinni jamoasiga qarshi o'yin o'ynadik. Right? To play a game against some team. Qaysidir komandaga qarshi o'ynash. Hop, sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan grammatika mavzuyimiz va vocabulary mavzuyimiz shundan iborat edi. Yaxshilab e'tibor berib turasizlar, vazifalarni tushuntiraman. Tepadagi grammatika ikkinchi unitni mashqlardan tashqari bizda endi bugungi vocabulary ikkalasini ham tugatganligimiz uchun, hammasini ikkinchi unitimizni ham tugatganligimiz uchun uchinchi unitni mashqlarini ham bajarib kelasiz. Ya'ni A, B va C all the way to G. Ggacha hammasi bor. Agacha. Qisqasi olganda uchinchi unitni mashqlari hammasini. Okay? Va undan keyin bizda takrorlash qismi keldi. Ya'ni birinchi 3 unit bo'yicha bizda takrorlash bor. Buni tugatasizlar. Qisqasi oddiy tushuntiradigan bo'lsam bizda kitobimiz 17-betigacha hamma mashqlarni tugatgan bo'lishingiz kerak. Ertaga 21:00 gacha. Keling, ozgina deadline o'zib beraman. Ertaga 21:00 emas, endinga darsimizdan oldin deylik. Endinga 8:00 gacha, ya'ni keyingi darsimizdan oldin 8:00 gacha hamma vazifalarni submit qilib bo'lgan bo'lish kerak. Menga support teacher ro'yxatini topshiradi keyin. Okay? Questions about your words, your vocabulary. Savol bormi yangi so'zlarda? Hech kimda savol yo'q shekilli, bular haqida ham. Bugun darschilik maydalab hammasiga misol chizib o'tirmadim. Misollar bor ekan ularni, qo'lga tutmadim. Ishlatganingizda muammo chiqishi mumkin bo'lganlargagina savol tuzing. Hop, bugungi o'tgan worksheetimiz lesson notelarini tashlab beraman. Unit 2 lesson notes. Unit 2 emas, bu lesson 2 deymiz. Notes. Endi sizga bugungi darsimizda worksheetini sizga tushuntirib qo'yaman. Charchamagan bo'lsangiz, yaxshilab e'tibor berasizlar. Endi kontekstda bu grammatika qoidalarimiz va so'zlarimiz ishlatilishini ko'ramiz. Har bitta gapimizda qaysi qoida, grammatika qoidasi, ya'ni faqatgina past simple, past continuousdan foydalanib tuzilgan passagemiz bu va o'rgangan so'zlarimizdan foydalanilgan faqatgina. Qiladigan ishimiz birinchidan passage tarjima qilish, ikkinchidan har bitta gapimizda qaysi zamon, nima maqsadda, ya'ni qaysi qoidasi bo'yicha ishlatilganligini tushunib chiqamiz. From childhood dreams to state success, ya'ni bolalikdagi orzudan sahna muvaffaqiyatigacha degan sarlavhadagi kichkina passagemiz bor bizda. When Emma was a child, she used to be crazy about music and dreamed of becoming a famous singer. Emma bolaligida yoki yoshligida u musiqaga juda ham qattiq qiziqardi. Yuzda bor. Va bir vaqt qachondir mashhur qo'shiqchi bo'lish haqida orzu qilar edi. Okay. She used to listen to musical performances on CDs, DVDs and videos for a long time every evening after school. Har kecha maktabdan keyin u
CDda, DVDda yoki videoda musiqiy ijroni uzoq vaqt eshitib o'tirardi. Ustidan tarjima qilardi. The parents were always keen on supporting her dreams. Uning ota-onalari uni har doim uning orzusini qo'llab-quvvatlashga qiziqishardi. And they encouraged her to take up singing lessons. Ular uni qo'shiq kuylash darslariga qo'shilishga undashdi. Bir marta ish harakat bo'ldi. Kelasi ham shuning uchun past simple ishlatamiz. Okay? Past simple birinchi qoidasi bo'ldi bu. Okay? So Emma used to collect old songs from different musicians and play them repeatedly. Emma qadim eski qo'shiqlarni yig'ardi. Har xil qo'shiqchilar tomonidan ijro qilingan eski qo'shiqlarni yig'ardi. Ularni qayta masalan radioda o'qib eshitadi. While she was practicing in the middle of her bedroom, her neighbors sometimes complained about the noise, so her father had to turn down the volume. Endi esingizda bo'lsa, qoida ko'rdik, uzun turgan ish harakati o'rtasidan bitta ish harakati sodir bo'lsa, uzuniga biz past continuous, o'rtasidan sodir bo'lgan qisqarog'iga past simple berar edik. Shu qoidani bo'lyapti. Ya'ni u yarim kechada o'zini xonasiga kirib olib, yotoqxonasiga kirib olib, musiqa chalishi shu trenirovka qilayotgan vaqtida, ya'ni praktis qilayotgan vaqtida qo'shnilari shikoyat qilardi va otasi musiqani ovozini pasaytirishga majbur bo'lardi. Majbur bo'lardi. However, Emma never gave up on her passion. Lekin bunaqangi kuchli ishtiyoq qiziqishdan hech qachon voz kechmadi bu narsa. Emma. Okay? Sodir bo'lib tugallangan yoki tugallanmagan ish harakat bo'lyapti bu. Tugallanmagan holatda, ya'ni o'tgan zamonda sodir bo'lmagan ish harakat bu. Xuddi boshlab tugatilgan ish harakatga past simple berganimiz kabi, tugatilmagan ish harakatga ham past simple yoki hech qachon sodir bo'lmagan ish harakatga ham past simple beramiz. Chunki sizda bo'lsa, hozirgi zamonda ham hech qachon sodir bo'lmagan ish harakatlarga never bilan present simple ishlatardik. Masalan, I never drink coffee. Hech qachon men kofe ichmayman, chunki bu ham qanaqadir ma'noda siz odatingiz haqida ma'lumot beradi. Ichmasligingiz ham siz odatingiz, right? Okay. Xuddi shu tartibda har bitta gapni scrutinize qilasizlar, ya'ni maydalab analiz qilib chiqasizlar. Qaysi qoida, iloji bo'lsa yozib chiqing tepasiga, erinmang. Qaysi qoida bu? Nimaga bu qoida ishlatilgan? Har bittasini iloji boricha kitobga qaytib borib yoki lesson notelarga qaytib borib solishtirib chiqing. Shunda sizda haqiqiy mustahkam bo'ladi. Bu passivlarni bekorga tuzilmagan, bular sizga shu qoidalarni kontekstda ko'rish uchun imkoniyat beradi. Okay? Sizni bugun bizning kursimiz aslida eng muhim joylaridan biri ham shu narsaning borligi. Ya'ni destination kitobda bu narsa yo'q. Umuman olganda internetda bu narsa yo'q. Destination kitobini uchun tayyorlangan maxsus worksheetlar yo'q. Shuning uchun bu narsani qadriga yetib, to'liq tushuning. Past tushunganingizdan keyin savollarimizga javob berasiz va vocabulary mashqlarimizni hammasini bajarasizlar. Bundan tashqari bizda grammatika bitta dona mashqimiz bor. Buni ham bajarasizlar. Sizlarga hozir javoblarni olib tashlagan holatda boraman. Okay? So, sizlar bilan bugungi gaplashmoqchi bo'lgan darslarimiz shulardan iborat. Uy vazifasini yozib qo'yaman. Birinchi homework grammardan unit 2 exercises. Kitobimizdagi bular. Ikkinchidan vocabularydan birinchisi unit 3 exerciselari. Ikkinchidan worksheet. Uchinchi qismi review exerciselar bor bizda kitobimizda ko'rsatib qo'ydim bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi unitlar bo'yicha. Ikkinchi unitlar bo'yicha. Bularni tugatasizlar. To'rtinchisi memorizing table of or the list of irregular verbs. Kitobimizda adashmasam 182 betimida
182-betda. Okay. Uy vazifasi ancha ko'p berdim sizlarga. Shuning uchun hozirdan kirishing, iloji bo'lsa yoki ertaga ertalabdan kirishing. Darsni oxirigacha, keyingi darsimiz boshlanishigacha surmang bu narsani. Hop, bugungi darsimizgacha vazifa topshirmaganlarni уже bizda ro'yxati bor. Kelish oldidagi o'tgan darsda 3 ta darsga vazifa yubormaganlar darsdan chetlashtiriladi, ya'ni gruppadan chiqarib yuboraman. Kanaldan chiqarib yuboraman. Kunduzga kuyasiz faqatgina. Kunlar ham qaytarib bermaymiz. Shuning uchun buni jiddiy qabul qiling. O'zi aslida men bunaqangi jazolar qilishimni, sizlarga tushuntirishli berishimni foydasi ham yo'q. Bu narsa sizga ko'proq kerak mendan ko'ra. Okay? Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha bugungi hamma narsamiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sabr bilan eshitib o'tirganingiz uchun rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin.